Bugungi xudo xohlasa mana o'sha quyilgan podushkamiz ustiga kolonnalarni xomutlari bog'lab deyarli tugatildi va orasiga tergani FBS bloklar yetib keldi. U kolonnani xomutlari mana shu holatda ko'radigan bo'lsak, ya'ni ikkitali xomut. O'z menimcha ko'rinayotgan bo'lsa kerak, mana pastdan o'sha oldingi videoroliklarda ham tushuntirilgan. Kolonnani 3 ga bo'lib, 3 dan 2 qismi 10 cm dan, o'rtada bir qismi 20 cm dan bo'ladi deb aytilgan. Mana xomutlarimiz ikkitalik bo'ladi. Endi bizda mana bu qismlari mana ko'rib turibsizlar, shularni ichkariga qaytarib qo'yiladi. Ustalarimiz bu tarafda ishlayapti. Xudo xolasa ishlarni tugatsa hammasini qaytarib chiqishadi. Sog' bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar.